Og'aylar, mana O'zgenda do'kondanmiz. Mana shu to'liq jarayonni bir ko'rsatay dedim deb so'rashyapti. Qanaqa ichyapti, o'zini remont qilsangiz deyapti. Переделка qilmasdan. Mana hozir o'zini qiladigan bo'lsa, og'aylar. Klapan tortilyapti. Bunda hozir mono tomon совсем bo'shidi ekan. Mono tomonda ikkita qisilgan ekan. Ikkita qisib qo'ygan, bitta normal holatda mochikadagi. Ikkosi qisilgan ekan. Mana совсем bo'shidi ekan. Hop, klapanlar tortildi. Tramblyorni bir qator обслуживание qilib qo'ydim. Sentrobежный gruzilarini, pachmilarni yog'lab, sentrobежный gruzilarini настройка qildim. Motor tekis ishlasin uchun. Mana bu karburatorni to'liq обновлять qildik. Buni kimdir remont qilgan ekan, lekin prokladka, salnik, diafragma umuman almashmagan ekan. Mana hamma bo'ldi. Xudo xolasa yurib rasxodni o'lchamiz, ko'rsatamiz yog'ini ham. Xo'p, mana ishladi og'aylar, mana qaranglar. Mana Ataleyman deyapti og'aylar. Bo'lgan ishni qaranglar bunda. O chekadagi teshikka yuchop chiqqan. Eng chekadagi teshikka yuchop qo'yibdi. Mononi jiklyor bilan kichkinaytiribdi. Bitta jiklyor qatirib qo'yibdi mono воздушный klapanga. Nimani hisobiga deganda, bu karburatorda og'aylar to'liq hamma yo'g'ini yangilash kerak edi. Sanliklar, prokladkalar, jiklyorlar hamma yo'q yangi qo'ysangiz, ashunda havo ko'payib ketmaydi, havo so'rmaydi hech qayerdan. Havo so'rib, eski prokladkalarni qo'ygandan keyin havo so'rib, havo ko'payib ketganda qattandir havoni qisish kerak edi. Bo'lmasam alasda o'q tekis ishlamaydi. Havo ko'p bo'lib ketsa. Shu chekada teshikni yuchop to'sadi. Mononi jiklyordi masalan, mana bu jiklyor qo'yib, mononi yopinisi bir agla salafan bilan bunday qilib to'sib qo'yadi. Mana ko'ryapsizmi, mana buni to'sganda naborot pasayib ketadi, alasda motor qaltiradi. Chotki karburatorda mana bunday ochib qo'ysangiz, tiniq ishlab turadi mashina. Hozir shuni rasxodni o'lchab beramiz, og'aylar. Mana og'aylar, mana 100 gram benzin uladim. 00 qilib qo'ydik hozir. 100 gram benzin. Ko'ramiz necha kilometr yurar ekan hozir. Hozir bir aylanib kelamiz. Hop, mana aylanib keldik. Uni ko'rinyaptimi? 2 kilometr yurdi og'aylar. Hozir o'chgan yo'q. Hozir o'chirdim. Ko'ramiz qancha benzin qoldi ekan. Hozir qancha qoldi ekan. Hop. Mana og'aylar, mana hozir chiqa endi 2 kilometr yurdi. Tagida mana oshib qolgan benzin, mana hozir ko'rasizlar. Mana bu tagidagi oshib qolgan benzin. Rovno 2 kilometr yurdi mashina 100 ga 5 tishdi. 5 tishdi, yana tagida mashincha benzin oshib qoldi. 100 gram benzin bilan rovno 2 kilometr yurdi mana og'aylar. Xizmatlar bo'lsa, telefon qilaverasizlar, aloqadamiz.